Assalomu alaykum. Vatanparvar gazetasining 24-sonini sharhlashni boshlaymiz. Demak, bu sonda olamda shunday zaminlar borki, u yerlarda faqatgina tuproq emas, elning yuragi, qoni, g'ururi va taqdiri yashaydi. Qataban ana shunday zaminlardan. U O'zbekiston tarixining og'riqli, biroq g'ururli sahifasidir. Bu yerda o'g'izlarning shijoati, saljuqlarning shuhrati va Turon zaminining jasorati yashiringan. Xo'sh, bu zamin diyorimizning qayerida joylashgan edi? U qanday ulug' janglarga guvoh bo'lgan va bu go'sha nomi nega yurakka titroq soladi? Bu savollarga javobni gazetamizning 2 va 3 sahifasi chop etilgan maqoladan topasiz. Mudofaa vazirligi tog' tayyorgarligi o'quv mashqlar markazida o'tkaziladigan mashg'ulotlar harbiy xizmatchilarning jismoniy, ruhiy va tashkiliy tayyorgarligini oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Chunki mashg'ulotlar orqali harbiylar real vaziyatlarga tayyorlanadi, bu esa jangovar salohiyatni oshiradi. Gazetamizning 4 va 5 sahifasida e'lon qilingan maqolada shu haqda o'qiysiz. Tarix bu faqat sana va voqealar ketma-ketligi emas. Tarix bu millatning xotirasi. Ana shunday xotirani tiklash, unutilgan sahifalarni qayta ochish juda muhim vazifa. Tarixchi Boymirza Hayit o'zining Turkiston, Rossiya va Xitoy o'rtasida nomli kitobida bu vazifani to'laqonli ado etganki, bunga tasanno deymiz. Gazetamizning 6 va 7 sahifasidagi maqolani o'qisangiz, bu e'tirofimiz nechog'lik to'g'ri ekanligiga siz ham amin bo'lasiz. Tarbiyada ertaga degan tushuncha yo'q. Farzand qalbi mo'jizaviy bog', unga doim parvarish kerak. Hatto biroz loqaydlik ham juda katta yo'qotishlarga sabab bo'lishi mumkin. Qanday qilib deb o'ylayapsizmi? Javobi gazetamizning 10 va 11 sahifasida. U yerdagi maqola har bir ota-ona uchun saboq bo'ladi. Har bir millatning ruhi uning yozma merosida. Bu qimmatli xazinani asrash esa arxivlar zimmasida. Zero ular o'tmish bilan bugunni, bugun bilan esa ertangi kunni bog'laydigan ma'naviy ko'prikdir. Gazetamizning 14 sahifasida biz shunday ulug' ishni mardonavor ado etayotgan Mudofaa vazirligi Markaziy davlat arxivi faoliyati haqida so'z yuritamiz. Hayotda shunday voqealar ro'y beradiki, uni eslagan sayin qalbingiz titraydi. Gazetamizning 18 sahifasida chop etilgan hikoyada ana shunday voqea tilga olinadi. Bu hikoya nafaqat bir oilaning taqdiri, balki mahalla, qo'shnichilik, muhabbat va bardosh haqida. Uning har bir satrida og'riq, umid bor. Hech qanday pafossiz, tabiiy va samimiy yozilgan bu voqea qalblarga bag'rikenglik darsini beradi. Qahramonlar nomi barhayot, zotan el yurt tinchligi yo'lida aziz jonidan kechgan yurt farzandlari yodi doim ehtiromga, e'tirofga munosib. Gazetamizning 24 sahifasida chop etilgan she'r ana shunday alplarimizdan biri. Elomon Otajonov xotirasiga bag'ishlanadi. Bu she'r faqat xotira emas, balki bugungi avlod uchun ibrat, ertangi avlod uchun esa shuhratga yo'g'rilgan ruhiy merosdir. Aziz o'quvchi, gazetada yana qanday mavzu va yo'nalishdagi maqolalarni o'qishni istaysiz? Bu haqdagi taklif va mulohazalaringizni elektron pochta yoki Telegramdagi manzilimizga yo'llang. Bizni kuzatib boring, salomat bo'ling.